Xo'sh, assalomu alaykum o'rtoqlar. Bugun 11 noyabr. Euro USD ni kunlik time frame'da turibmiz. Birinchi bo'lib dollar va yevroga yangiliklarni ko'radigan bo'lsak, bugun bank holiday ekan, demak. Bugun analiz qilamiz, marketda bugungi price action'ini ko'ramiz, lekin savdoga kirmaymiz. Prosta shunchaki analiz qilib kunni o'tkazamiz, demak. Xo'p, kunlik time frame'ga e'tibor bersak, bizda o'sha narxda ichki liquiditimiz 2 kundan beri ushlab turibdi. Bugun 3-kun. E'tibor bersanglar, narx o'sha ichki liquiditiga urilib, lekin o'tib ketolmayapti va lekin liquiditilarni ham yig'ishtirmayapti, demak. Lekin GBP bilan shu zonada PDXlar bilan SMT bo'lgan. Bu ham bitta signal bo'lishi mumkin. Ya'ni bugungi bank holidayda konsolidatsiya bo'lsa, agar marketda price action bo'lmasa, ya'ni impulsiv yurishlar bo'lmasa, ertangi kun balki PDXni yechib, keyin pastga yurishni boshlar. Bu ham bitta short term candle bo'ladi. Uni yechadi, keyin ketadi tepada. GBP bilan tepada birinchi short term candle'ni yechgan candle long term candle bo'lsa, keyingi short term candle'ni intermediate term candle yechgan bo'ladi. 2 marta shu zonada stop losslar yig'ishtirilganini hisobga olib, keyin marketda smart money reversal bo'lib, narx pastga tashqi liquidity tomon market maker modellarini berishini kutsak bo'ladi, demak. Xo'p, kunlik time frame'da obishniy holat o'sha ichki liquiditydamiz. Hali marketda market maker sell modeliga start olgani yo'q bozor. 1 soatlik time frame'ga tushadigan bo'lsak, xo'p, demak 1 soatlik time frame'da bizda oxirgi range'da soat 13:00, 10-noyabr 13:00 dagi high bilan 20:00 dagi low'da range'da narx e'tibor bersanglar, midnight candle, ya'ni Osiyo vaqtida o'sha tepadagi highni sweep ko'rinishda yechganini ko'rishimiz mumkin va bu SMT bilan bo'ldi. Bu SMT demak bias tomon SMT, lekin bu SMTni aniq kuchli kill zone qo'ymadi. Osiyo kill zone qo'ydi, okey, lekin kuchli kill zone qo'ymaganini hisobga olib, London ochilib tepaga harakat qilayotganini ko'rishimiz mumkin. Demak, bizda o'sha joyda Osiyoda liquidity bor. O'sha liquidity narxda ushlab qoladimi yoki London ya'ni London kill zone o'sha liquidityni yechgani boradimi yoki SMT kuchlilik qiladimi? Ya'ni birinchi savolimiz shu, lekin menimcha bunaqa yurishdan keyin bu liquidityni yechsa kerak. Agar London ochilib, xo'p, kill zone'ni sal teparoq surib qo'yaylik. Xo'p, London borib kunni high nuqtasini yasash planida o'sha Osiyodagi liquditylarni yig'ishtirsa, undan keyin 3 ta candle bo'lib pastga yurish bo'lsa bizda, to'g'rimi? Agar past yurish bo'lib, narx birorta bearish liquidityni grab qilsa, ya'ni tanasi bilan buzib o'tadigan bo'lsa, keyin overlap va New York kill zone'da ichki liquiditylarga narx yetib, keyin o'sha zonadan yana market maker sell modelini davom ettirishini ko'rishimiz mumkin. Men obishniy holatda shunaqa price action kutyapman. Agar narx rostdan pastga ketish kerak bo'lsa, birorta bearish liquiditylarni grab qilish kerak, ya'ni tanasi bilan buzib berish kerak. E'tibor bersanglar, o'zi umuman olganda narx o'sha 2 kun, bugun 3-kun, tем более bank holiday ichida shu zonaning ichida narx qolib ketyapti. E'tibor bersanglar, konsolidatsiya ko'rinishida, ya'ni ichki liquidity narxni pastga ham jo'natib bermayapti, lekin o'tkazib olmayapti ham, demak. Xo'p, demak shunaqa holat kutyapman men. Ya'ni London kunni high'ini yasab, keyin range berishini. Agar bank holiday bo'lmaganda, shu tepadagi liquiditylarda narxda sweep bo'lsa, ya'ni birinchi London candle borib sweep qilib tanasi pastga yopilsa, o'sha London candle'ni ikkinchi London candle ham tozalab sweep qilib yopilsa, 3-chi candle'dan biz pastga yurish ko'rsak bo'lardi. 5 minutlikda o'sha holatda liquidity bo'lsa, liquidityni birinchi candle yechib konsolidatsiyaga tushsa, ikkinchi candle ochilib sweep qilib keyin MSS bersa,
Keyin biz o'sha 5 minutlikdagi MSS'dagi Market Maker Sell modelini 3-candledan ko'rsak bo'lardi, lekin bugun bank holda boya aytganimdek savdo qilmaymiz. Demak 5 minutlik time frame'ga o'tadigan bo'lsak, hop e'tibor bersanglar, boyagi o'sha highlar bilan SMT bo'ldi dedim. Ya'ni Osiyo ochilib, e'tibor bersanglar chiqib, highni yechib qaytgan va London Killzone ochilib, o'sha liquidity-ni test qilyapti yana. Bugun katta ehtimol bilan shu zonada ham SMT bo'ldimikan Londonda. Dollarni ko'ramiz. E'tibor beringlar, dollar yo'q, dollar pastdan ko'riladi. Yo dollar ham yechmabdi, lekin yevro jicha qolgan ekan yechishga. GU ni ko'radigan bo'lsak, GU ni plani ham yo'q kechiqish. Xo'sh. Demak, o'sha bir soatda boya gaplashgan ssenariyimiz bo'yicha shu zonaga narx chiqsa, konsolidatsiyaga tushib, tozalab, keyin MSS berib, keyin London tugashi va overlapda bizda bir soatlikdagi liquidity bilan MSS bo'lsa, undan keyin overlap oxiri New Yorkda London bergan range'da PDRI zona qolgan bo'lsa, o'sha PDRI zonaga narx kelib, Market Maker modelini yasab, keyin Market Maker Sell modelini davom ettirishini kutyapman. Ya'ni qisqacha shunaqa kunlik price action kutyapmanman. Bir soatlik deb aytganimdek, buning uchun birorta sell side liquidity'larni graf qilib, bozor sell yurishini isbotlab berishi kerak. Shunaqa gaplar, kuninglar yaxshi o'tsin. Update ko'rmaymiz. Bu qisqacha marketga qarash bo'ldi, chunki bugun bank holiday, ya'ni update ko'rib setup qaragani. Bugungi price action shunaqa bo'lsa, Market Maker Sell modeliga yaxshiroq yurish boshlab beriladi degan ma'nodagi market tahlilida. O'zingizlar ehtiyot qilinglar. Kuninglar yaxshi o'tsin. Charchamanglar.